Assalomu alaykum hurmatli Tuline klinikamizning aziz kuzatuvchilari. Men Mahfuza Muhsinova, ginekolog, reproduktolog. Bugun sizlarga ayollarda bepushtlikning ilk belgilari to'g'risida gapirib o'taman. Bepushtlik sabablari ayollar bo'yicha qanaqa holatlarda kuzatiladi? Birinchisi, bu sizdagi hayz siklini o'zgarishiga qarab. O'zi keling avvalo hayz sikli qanaqa, necha kunlik bo'lish kerak, normada qanaqa kelish kerak, shular to'g'risida ma'lumot berib o'tsam. Hayz sikli masalan ayollarda bo'ladi 28-31 kunlik hayz siklini biz norma deymiz. Bo'lishi mumkin 33-34 kunlik hayz sikli, bu yoqdan 25 kunlik hayz sikli ham bu norma hisoblanadi. Agar sizda hayz siklingiz shunaqa qisqa muddatli 20 yoki 18 kunlik bo'ladigan bo'lsa yoki juda ham uzoq muddatli 35 kundan yuqori bo'ladigan bo'lsa ham bu sizdagi narushение, ya'ni o'zgarish borligini, patologik o'zgarish ketayotganligini bildiradi. Ayollarimiz kelishadi, masalan menda uzoq muddatli hayz sikl, aytaylik 2 oyda keladi yoki 40 kunda kelyapti yoki juda ham qisqa muddatda hayz keladi deyshadi. Bu ham bepushtlikka sabab bo'lishi mumkin. Nima sababdan sabab bo'lishini ko'rib chiqamiz. Masalan 21 kunlik hayz siklida ovulyatsiya juda ham erta bo'ladi. Yoki umuman ovulyatsiya ko'rmasdan sirazi hayz kelib qoladi. Yoki 37-40 kunlik hayz siklimizda ovulyatsiya juda ham kech bo'lishi mumkin yoki anovulyatorniy sikl bo'ladi ayrimlarda. Masalan, polikistoz, tuxumdonlar polikistoz sindromida. Ovulyatsiya jarayoni kuzatilmaydi, shu sababli hayzi yoki 2 oyda yoki 3 oyda yoki juda qisqa hayz sikl bo'lib ko'rishi mumkin. Va shu sababli ovulyatsiya bo'lmagandan keyin homiladorlik ham o'z-o'zidan sodir bo'lmaydi. Va keyingisi hayzdagi og'riqlar. Agar sizda hayzingizdagi og'riqlarni baholashingiz kerak. O'zingizni har oyda, masalan, ayol kishida bir oyda bir marta hayz keldi, shundagi og'riqni siz 0 dan 10 ballgacha baholab bering deymiz qabulga kelgan ayollar. Ular aytishadi, asosan bepushtlik bo'lgan ayollarda hayzim juda ham og'riqli. Qorin pastida og'riq kuzatiladi va og'riqni men даже qo'limda kesib oladigan darajada sezaman. Даже skoriy kelib menga ukol qilib ketishadi yoki o'zimga o'zim ukol qilaman, tabletkalarda qolmaydi deyshadi. Bu asosan adenomioz kuzatilgan ayollarimizda kuzatiladi. Ya'ni bachadon qavatlarida, miometriya qavatlarida o'zgarish bo'lgan ayollarda kuzatiladi. Bu nima sababdan desangiz, o'sha hayz kelganda o'sha bachadonda miometriya qavatidagi adenomioz o'choqlari ham qoniydi. Sizga xalq tilida tushuntiradigan bo'lsam, o'sha yerdan ham qon keladi. Shu sababli ayollarimiz kuchli og'riq sezishadi. Og'rig'ini 10 ballgacha baholashadi. Va adenomioz bo'lgan ayollarda har 3 tadan 2 tasida bepushtlik uchraydi statistika bo'yicha. Va buni kelib chiqishi turli xil. Hozirgi kunda aynan ichaklar, sizni ovqatlanishingizga bog'liq bo'lgan sabablari ham aniqlangan. Va keyingisi sizdagi o'sha qon miqdoriga qarab sizda bepushtlik kuzatilayotganini ham bilsangiz bo'ladi. Bepushtlik kuzatilishini ham bilsangiz bo'ladi. Ya'ni hayzda qon miqdori juda ham ko'p ketyaptimi yoki juda ham kam. Buni qanday ilmiy isbotlab bersak bo'ladi? Bachadon ichki qavat, endometriya qavati yupqa bo'lgan holatda, masalan 8 mm ga yetmadi, 5, 5,5, 6 mm bo'lib qoldi. Bunda bachadonga bola o'rnasha olmasdan tushib ketadi. Ya'ni gipoplaziya endometriya holati. Bunda ham sizda narushение ketyapti, bepushtlik bo'lishi mumkin degani ilk belgilaridan. Yoki o'sha hayz vaqtida juda ham ko'p qon yo'qotadi ayol kishi, giperplaziya endometriya bo'ladi. Endometriya qavati juda ham qalinlashib ketadi, 14 dan baland bo'ladi. Va yaqinda menga bitta qizimiz murojaat qilishdi. 3 yildan beri hammasi joyida, lekin juda ham ko'p hayz ko'raman-da deyishdi va hayzini o'rtasida kelishgan, hayzini 12-kuni ovulyatsiya bo'lgan, lekin endometriya qavati 18 mm. Buni sababi turlicha bo'lishi mumkin. Balki endometriyada polipoz bo'lishi mumkin. Biz uni endometriyni o'z ko'zimiz bilan ichida nima kechayotganini bila olmaymiz. Buning uchun gastroskopiya amaliyotiga yuboriladi va qayta ko'rik, hayzini 5-kuni keling, hayz tugagandan keyin endometriya qavatingizni ko'raylik deb yubordim. Xuddi shu holatlar bo'lishi mumkin. Bu ham homilani o'rnashmaydi, ovulyatsiya bo'laveradi, lekin bachadonga homila o'rnashmaydi. Va keyingi sababimiz ovulyatsiya jarayonining buzilishi.
Masalan, sizda har doim hayz keladi, anovulyatorniy sikl. Sizda ovulyatsiya jarayoni yo'q. Shu sababli sizda homila bo'lmaydi. Ya'ni bu ham sizdagi bepushtlikda bitta sabablardan biri, ya'ni ilk belgilardan desak bo'ladi. Endi bepushtlikda nima sababdan ilk belgilar, o'zi bepushtlik nima degani deydigan bo'lsak, masalan, turmushga 20 yoshli qizimiz turmushga chiqishdi. 1 yil davomida farzand ko'rishmadi. Xo'jayini ham yonlarida, o'qishda yoki boshqa joyga ketishmagan yoki ishga ketishmagan. 1 yil fonida er-xotin muntazam bitta joyda yashagan fonida homila bo'lmasa, bu bepushtlik deyiladi. Va sizda bepushtlik kuzatildi. Endi bu yog'iga nima qilishimiz kerak? Uzi folikulometriya qildirdingiz. Endometriz yaxshi, bachadon chiroyli, poliplar yo'q, mioma yo'q, adenomioz yo'q. Ovulyatsiya jarayoni sodir bo'lyapti, lekin 1 yil davomida homila bo'lmayapti. Keyingi usulimiz bu bachadon naylarida o'zi o'tkazuvchanlik bormi yoki yo'qmi? Buni bilishimiz kerak. Buni ham to'xtalib o'taman. Bachadon naylarini qachon tekshirishimiz kerak, qaysi muddatda va unga qanday tayyorgarlik ko'rib borishimiz kerak, buni aytaman sizlarga. Bachadon naylarini siz hayzingiz kelgan kunidan 1-kun deb hisoblaysiz va hayzingizni 7-dan 12-kunigacha, ya'ni ovulyatsiyagacha bo'lgan muddatgacha tekshirtirib olishimiz kerak. Bachadon naylarini tekshirishdan oldin, 1 kun oldin aloqa qilinmagan, svecha qo'yilmagan, turli protseduralar bajarilmagan bo'lishi kerak va siz 3 точка, ya'ni o'sha 3 ta nuqtadan surtma olib bachadon naylarini tekshirtiring. Bunda agar sizda shamollash yoki yallig'lanish holatlari, ya'ni infeksiya bo'ladigan bo'lsa, bachadon qindan bachadonga infeksiya o'tkazmaslik uchun birinchi mazok surtma analiz topshirasiz va turba yo'llarini tekshirish kerak. Biroz og'riqli jarayon, lekin qo'rqmaslik kerak. Qattiq qo'rquv yoki qattiq spazm bo'lgan holatda ham bo'lishi mumkin. Spazm hisobiga bachadon naylaringiz yopilib qolgandek ko'rinishi mumkin. Shuning uchun qo'rqmasdan, biroz og'riq bo'lsa ham og'riqni nima deydi, ozgina kutib turish kerak, o'tib ketadi. Shu paytda bachadon naylarini tekshirtirishimiz kerak, hayzingizda 7dan 12-kunigacha. Turbalaringiz agar ikki taraflama yopiq bo'ladigan bo'lsa, sizga maslahatim bunda eko yo'lini maslahat bergan bo'lardim. Turli xil suyuqliklar yordamida, havo yordamida bachadon naylarini ochishga harakat qilmasdan va laparoskopik usulda ham ochiladi, juda ham kamdan kam holatda. Va keyingisi, sizdagi endi bachadon naylari bir taraflama yopiq chiqdi, bir taraflama ochiq. Unda siz masalan chap taraflama yopiq bo'lsa, o'sha taraflama ovulyatsiyani kuzatishingiz kerak. Va ayollardagi bepushtlikda ilk yana belgilaridan ko'kraklaringizda agar sezuvchanlik ortib, ko'krakdan suyuqlik kelayotgan bo'lsa, siz hayzingizda 2-dan 5-kunigacha prolaktin miqdorini tekshirtirib qo'ying. Agar sizda giperprolaktinemiya kuzatilayotgan bo'lsa ham yoki o'sha bosh miya, ayrimlarda giperprolaktinemiya faqat ko'krakdagi suyuqlik hisobiga emas, bosh miyadagi hipofizdagi o'simta hisobiga ham bo'lishi mumkin. Shu sababli prolaktin baland chiqadi. Uni chuqurroq tekshirish kerak bo'ladi. Va keyingisi, ilk belgilaridan siz tana vazningizga e'tibor bering. Tana vazn yaqin orada, yaqin 3 oy ichida 10 kilogramdan oshib ketmadimi? Juda ham semizlikka moyillik ortib ketmadimi? Ishtahangiz ko'tarilib ketmadimi? Shularga ham e'tibor berishimiz kerak. Chunki yangi turmushga chiqqan qizimiz 50 kilogram bo'lsa, 1 yil davomida 20 kilogram vес yig'ib 70 kilogramdan oshgan vaziyatlar ham bo'ladi. Bu ularni ko'p ovqat yeyishidan emas, bu ularni yangi hayotga moslashishi, yangi xo'jalikka moslasha olmasligi, stress bo'lishi, uyqu kam bo'lishi hisobiga ham kuzatilishi mumkin. Shu sababli tana vazniga ham e'tibor beramiz. Ya'ni agar sizda insulin miqdori ko'tarilib, siz semirayotgan bo'lsangiz, ishtahangiz ortayotgan bo'lsa, sizda multifolikulyarniy yeyishlik u SPKga o'tib ketib, sizda yana bepushtlik kuzatilayotgan bo'lishi mumkin. Va keyingisi, siz va turmush o'rtog'ingizda bo'ladigan infeksiyalar, jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalar hisobiga yoki o'sha untrimatishni bachadon ichki qavatida joylashgan yallig'lanish yoki infeksiya holatlaridan ham homila kuzatilmasligi mumkin. 1 yil davomida kuzatilmasa, albatta siz PCR analizlarni topshirasiz shifokoringiz ko'rsatmasiga binoan. Agar sizda infeksiya chiqadigan bo'lsa, bunda juftingiz, ya'ni jinsiy partnyor
birgalikda lecheniya qilinadi, davolanadi. Buni reproduktolog yoki ginekolog vrachingiz ham davolasa bo'ladi. Agar sizda yuqorida kuzatilgan holatlardan qaysi biri kuzatilayotgan bo'lsa, siz shifokoringizga murojaat qilib yoki bizni klinikaga qabulga yozilib kelishingiz mumkin. Siz va juftingiz bilan to'liq holatda shug'ullanamiz. Sizda savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiring va keyingi safar albatta javob beramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Sizlarni yaxshi ko'ramiz.